Endi Nero jamoasida nafaqat mixerli gruppalar bor, balki iliq pol uchun kerakli mahsulotlar ham bor. Bu masalan, uje kotelniyimizda qo'yiladigan mixerli gruppalar, gruppa быстрого montajani ichidagi variantlar ham bor. Ularni ham hammasini batafsil video qilamiz. Xudo xolasa, trubogiplar juda ko'p montajniklar yaxshi ko'radigan va hamyonbop narxdagi trubogiplarimiz bo'ladi. Trubogiplarni aytgancha yangi modellari ham chiqqan, ixchamgina, kompaktli variantlari ham chiqqan. Undan tashqari ko'rganingizdek, cho'pli pol trubalarini razmatovat deydi, ya'ni yoyish uchun belgilangan spetsialniy pauklar sistemasi ham bor. Va bugun hammasini sekin-sekin video qilib sizga tushuntiramiz. Boshidan shu stol ustida ko'rayotgan mixerli gruppani gaplashib o'tamiz. Bu mixerli gruppa faqat iliq pol uchun ishlaydi, ya'ni bunga radiator дополнительный qo'shib bo'lmaydi. Qo'shib bo'ladigan variantlarni ham albatta video qilib o'tamiz. Endi mixerli gruppani o'ziga keladigan bo'lsak, mixerli gruppalar ichida nima bor? Mixerli gruppada albatta o'zini vozdухотводчик, ya'ni havo chiqarguvchi, avtomatik havo chiqarguvchisi bo'ladi. Termostatik klapani bo'ladi. Выносной kolbasi bilan, ya'ni tashqi turgan kolbasi bilan buni yechib, masalan, ko'pincha elektronli variantlar qo'yib qo'yadi. O'shaning uchun ham ishlatishadi, o'shaning uchun qulay taraflari ham bor. Hozir misol tariqasida imенно ancha yilli brend, italyanskiy brend ITAP kollektorini ishlatganmiz. ITAP kollektori nima afzalliklari bor? Birinchidan rotometrlari bor, ishodomerlari, o'zini воздухотводчик, havo chiqaruvchi avtomatik, undan tashqari o'zini дополнительный sливной klapanlari bor. Bu ko'pincha sistemalarni tozalayotganda yoki har bitta liniyani tozalayotganda va havo chiqarayotganda juda zo'r o'zini rolini o'ynaydi. Va eng yaxshisi, buni o'zida разъемный kranlari bor, ya'ni rakorli kranlari bor va buni qo'shimcha termometrlar bor. Bu juda qulay kelayotgan haroratni bilish uchun. Bu kollektorimizga albatta xona termostatlari ulangan bo'lsa, unga elektrotermический привод, ya'ni elektrogolovkalar qo'ysak bo'ladi. Shu tarafiga ochib kerakli elektrogolovkalar qo'ysak bo'ladi. Ko'pincha savol berishadi, bitta termostatga nechta elektrogolovka qo'ysa bo'ladi? Farqi yo'q. Bitta termostatingizga parallelni xolasiz 5 ta, xolasiz bitta. Xonangizni konturiga qarab bemalol qo'yaverasiz. Chunki uni ko'tarishi 3 amperligi bor, 6 amperlik. Ikkalasi ham bemalol 5 ta 10 taga yetadi. Shuning uchun parallel elektrogolovkalarni ulasangiz bo'ladi. Elektrogolovka va termostatlarni sifatli Wi-Fi da ishlaydiganlarni ham Nero do'konlaridan topishingiz mumkin. Bu mixerli gruppamizning afzal taraflari kelayotgan harorat, ya'ni bizda 80 aytaylik yoki 70 harorat bergan bo'lsa, obradkadagi haroratni aralashtirib, o'zi kerak, o'zingiz belgilangan haroratni avtomatik tarzda, ya'ni termostatik kalla borligi uchun bu shu qo'yilgan haroratingizga qarab ishlaydi va juda katta yuqori harorat o'tkazmaslikka ega bo'ladi. Bularga tushadigan nasoslar 130 mm lik hisoblanadi. Ya'ni 130 mm deganda shu nasosi boshidan oxirigacha uzunligi 130 bo'ladi. Standartnilar biz 180 ishlatamiz. Bunga o'zini shu 130 talik Nero chistotnimi yo Nero boshqacha variantlarini nasoslari ham tushadi. Nafaqat Nero, balki juda ko'p brendli 130 mm lik nasoslarni qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Bularning podключенияsi, ya'ni ulanishlari tegidan bo'ladi. Ulanishlarida ko'pincha savol berishadi, aka biz shu amerikanka qo'ya olmaymiz, ikkalasi sig'maydi. Bularga ko'pincha nakidnoy gayka qo'yiladi. Undan tashqari yonga beruvchi o'zini spetsialniy kerak bo'lsa kelajakda komplektli keladi. Уже yo'lda masalan bu razmer qoniqarli bo'lmasa, sal shu razmeri enliroq beradigan переходникlar keladi. Va eng afzal tarafini aytib o'taman, ko'pincha shu kabi mixerli gruppalarni o'rnatilayotganda nasosimiz qiyshiq bo'lib qoladi. Bu plus tarafi yonga ko'rayotganingizdek sal diagonal ravishda berilgan va buni o'rnatayotganingizda nasosingiz tekis bo'lib turadi. Ko'pincha bilasizlar, sal qiyshiq bo'lib qolishi mumkin. Shu narsalar ham oldini olib o'ylab qilingan narsalardan bittasi hisoblanadi. Asosan bu mixerli gruppalarni ishlatiladigan joyi bu masalan katta diametrda bitta etajga, juda katta ploshadli etajga, juda katta, ya'ni maydonli aytaylik mehmonxona bo'ladimi yoki shunga o'xshagan katta maydonli joylarga
ishlatsangiz bo'ladi. Etiklik bitta katta 63 talik diametrda tortib ketilgan. U yerda 10 ta yoki 8 ta konturingiz bor va har bitta konturda 10 talik kollektorlar moslangan. Shu joyiga oddiy shu etiklik bitta etajga ham radiator, ham teplый pol qila olasiz. Bitta truba bilan, ya'ni bitta liniya truba bilan tortilgan bo'lsa. Hozirgi ko'rib turgan mikserning gruppamiz aytganimdek o'zini termostatik kallachasi va chiqib turgan kolbasi bilan mashhur bo'ladi. Bu ham aralashtirib, ya'ni podacha обратка bilan aralashtirib sizga kerakli harorat belgilab turadi. Undan tashqari bizda Nero jamoamizda shu kabi mikserning gruppalar bor. Bular ham kompaktniy, ham universalniy desa bo'ladi. Faqat teplый pol uchun ishlaydi, ya'ni проходной emas. Проходной deganimdek, unaqa variantlarni albatta video qilamiz. U ham radiator, ham teplый polga ishlaydigan проходной variantlarimiz bor. Bu faqat teplый pol uchun. Bularni afzallik tarafi birinchidan termometr o'rniga spetsialniy o'zining indikatsiyasi bor, ya'ni haroratni ko'rsatib turadigan varianti. Havo chiqishlarini juda kompaktni ishlagan va eng zo'r tarafi eksentrigi bor. Ya'ni kollektorimiz bittasi oldida, bittasi orqasida bo'lganligi uchun siz buni xohlagan joyingizga o'zingizga qulay variantda va tekislikda qila olasiz. Nasosingiz qiyshuv bo'lib turmaydi albatta. Va ikkinchi afzallik tarafi, masalan, bu bilan buni farqida, bunda tashqi kolba orqali haroratni sezib ishlaydi. Bu esa ichki tuzilgan, ya'ni termostatiskiy смесительный klapan уже ichida joylashgan. Bu degani termostatik suvni aralashtiruvchi klapan ichida joylashtirilgan bo'ladi va shu yer o'zidan siz bemalol kerakli o'zingizga nastroykasini qila olasiz. Ko'rib turganingizdek, mikserning gruppalari xil ko'p. Neroda aslida tanlov siz uchun juda katta. Albatta har bittasini videosini отдельно qilib ko'rsatamiz. Teplый pol uchun, to проходной, ham radiator, ham teplый pol uchun. Xohlasangiz oddiy shu narsa eng byudjetniy mikserniy gruppa deb hisoblanadi va shundan ham mikserniy gruppa yasa olasiz. Buni nomi termostatический смесительный klapan. O'zbek tilida bu ham haroratni podachasi bilan обратканы aralashtirib sizga kerakli haroratni belgilaydi. O'zining tepasida albatta o'zining nastroykasi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, shu eng kichkina смесительный klapandan ham mikserniy gruppani yasashni o'rganamiz. Bu juda byudjetniy varianti. To'g'ri, tayyor variantlari juda ko'p Nero kompaniyasida. Lekin bundan ham yasabsa bo'ladi. Buni universal смесительный klapan deylik, трехходовой смесительный va o'zi avtomatik tarzda regulировка qilib turadi. Ichidagi spetsialniy termostatik kolbasi bo'lgani uchun. Shu kabi трехходовой смесительный klapan termostatический ichida o'zini sezuvchi kolbasi bor va shundan ham biza mikserniy gruppa yasashni o'rganamiz. Albatta Nero jamoasini videolarini ko'rib tursangiz. Bunga biz уже tayyorlab qo'ydik. Doska, nasoslar, переходникlar, shulardan sizga ham yasab ko'rsatamiz, ham ishlash prinsipini doskada chizib ko'rsatamiz. Har doim bizani kuzatishda davom eting. Sizlar bilan Nero jamoasi.